Assalomu alaykum, qadrli do'kon egalari. Xo'sh, bugun ajoyib dastur bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mening ismim Erkinjon. Xo'sh, bu dastur nima qiladi? Ya'ni biz do'konlarimizga mahsulotlarni tagiga yoki ustiga reklama qilib narx chiqarishimiz kerak. Photoshopni bilishimiz kerak uning uchun yoki CorelDRAW shunga o'xshagan dasturlarni bilishimiz kerak va unga vaqt yetkazishimiz kerak, narxlarni yozib chiqib printerdan chiqargunimizcha ancha qiynalamiz. Agar bu kunlik ishimiz bo'lsa, juda ham og'ir, kundan kunga og'ir ishimiz tuyuladi. Bugungi dasturimiz shu ishlarni yengillatish uchun juda ham sodda, juda ham yengil dastur va biz ishimizni 90% ga yengillashtirib beradi. Xo'sh, birinchi o'rinda dasturimizni tanishib o'tamiz. Dasturimiz dizayn tarafdan juda ham sodda, tushunish oson. Bu yerda shablon Excel'ni yuklab olish knopkasi bor. Bu yerda o'sha shablonni yuklab olamiz. Shablonni yuklab olamiz. Xo'sh, shablonimiz bu yerga yuklandi. Bu shablon nimaga kerak? Ichini to'ldirib chiqishimiz uchun, ya'ni mahsulotlar bilan. Bu Excel dasturi o'rnatilgan bo'lsa bo'ldi kompyuterimizga. Menda hozir MacBook bo'lgani uchun Excel dasturining o'rniga boshqa dastur ochyapti. Windowslarda Excel dasturi o'rnatilgan bo'lsa bo'ldi. Bu yerda mahsulotning shtrix kodi ixtiyoriy, shtrix kodi bo'lmasa ham bo'laveradi, lekin shu ustun bo'lishi kerak. Shablonda ustki qismiga umuman tegmaymiz, o'zgartirmaymiz. Harflari yoki bir joylari o'chib qolmasligi kerak, chunki shu orqali o'qib oladi dastur. Qolgan joylarini bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Shtrix kod, ya'ni barkodlarni kiritib chiqamiz. Agar dastur do'konimizda qanaqadir dastur bo'lsa, kopiya qilib ikki stavit qilsak bo'ladi. Nomlarini eski narx, bu eski narx ham ixtiyoriy, ya'ni eski narxni yozganimizda skidka hisobida bo'ladi. Buni hozir bir yo'la ko'rsatib o'taman. Hozir bu yerda tushuntirish qiyin bo'lyapti. Bu yerda skidkani qachongachaligi yoki mana shu narxni qachongachaligi. Pulu degani bu tarozi kassalarimiz bor, ya'ni kiloli narsalar tortib beradigan shu kodlarni tersak ham bo'ladi. Kodlarni terish uchun ko'rsatib qo'yilgan. Bu ham to'ldirish shart bas aslida. Bu yerda to'ldirish kerak bo'lgan joy nomi, narxi. Qolgani ixtiyoriy, to'ldirish ixtiyoriy. Xo'sh, to'ldirdik deb hisoblaymiz va faylni yuklaymiz. Mana bizga ko'rsatib o'tiladi. Mana shu mahsulotlarni yuklading deb ko'rsatib o'tilyapti. Va bu yerda 4 xil variant bor. Ya'ni birinchisini ko'rib chiqamiz hozir. Davom etish. Mana. Bu yerda A4 qog'ozga 9 ta bo'lib terilib chiqadi. Narxi, barkodi, nomi, barkodi, narxi. Agar biz e'tibor bergan bo'lsalaring, eski narxni qo'yganimizda ustiga chizib qo'yadi. Skidka bo'lyapti bu mahsulot degandek. Skidka qachongachaligini ham Excelda kiritib qo'ysak bo'ladi. Bu kod, ya'ni kiloli, bu yerda kiloli emas, albatta kiloli mahsulotlarda tarozi kassalar kilosi necha tersa shu mahsulot chiqishini ko'rsatib qo'yilyapti. Bu ham ixtiyoriy. Xo'sh, endi pechat qilish. Menda hozir printer bo'lmagani uchun men PDF ga saqlab ko'rsataman sizlarga qanaqa chiqadi. Xo'sh. Mana bu yerga saqlandi. Endi ochib ko'rsataman sizlarga. Mana birinchi varaq, ikkinchi varaq, uchinchi varaq,
Shunday qilib bizga tayyor qilib beradi. Buni saqlab olishimiz ham shart emas. Endi bosh sahifaga qaytib, keyingi holatlarni ham ko'ramiz. Faylni yuklaymiz. 1 ga 4. Ya'ni bitta qog'ozda 4 ta bo'lib chiqadi. Davom etish. PDF qilib saqlaymiz. Bu yerda pechat berib olsalaring bo'ladi. Saqlaymiz. Va saqlandi. Endi ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Chiqlashtirsa bo'larmikin? Mana. Shu holatda bo'ladi. Xullas, dasturimiz asosiy maqsadi kodlarni, narxlarni qo'lda kiritish emas, o'sha Excel fayldan tayyor ma'lumotlarni qilish. Bu yerda sahifalargacha aytib o'tib ketiladi. Dastur foydali bo'lgan bo'lsa, men Telegram kanalimga bu dasturni yuklab qo'yaman. Albatta bepul olib ishlatishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Takliflar qanaqadir, logotip qo'yish kerak bo'lsa, qayergadir, qandaydir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, albatta murojaat qilishlaring mumkin.